Assalomu alaykum hurmatli asalarichilar. Mana bugun 2026-yil 29-iyun sanasi. Arlarimizni bir oydan ozgina oshiqroq vaqt oldin shu yerga olib kelingandi. Mana cho'lga, Jizzaxga. Arlarimiz mana bir oydan beri ishlab, qisqasi bedagi natijani ko'rsatish maqsadida ozgina video olmoqchi bo'ldim. 2 haftadan beri kelolganimiz yo'q edi. Mana arlar ancha asalga ishlab qolibdi, Xudoga shukr. Xudo xolasa bir hafta 10 kunlardan keyin asallarimiz ham tayyor bo'lib qoladi. Arlarimiz mana shu holatda sal oqartirishni boshladi. Oxirgi ramkalarda shu holatda. Keyingi ramkalarda ham 1,5-2 kilo asali bor. Rasplod chiqyapti ekan, rasplod o'rniga ham asalni bosishyapti ekan. Mana keyingi ramkalarida urug'li ramka. Bunisida ham asal, rasplod. Oxirgi ramkasida anchagina asal bor ekan mana. Xudoga shukr, mana asalga ham yetib keldik. Bahordan beri qilgan mehnatlarimizni natijasi ham Xudo xolasa yaqinda ko'rinib qoladi. Endi vodiyda tursa ham shuncha yildan beri yomon bo'lgani yo'q edi-yu, lekin paxtaga dori sepib, arlar har yili juda yomon talofat ko'ryapti. O'shani hisobiga boshqa joylardan endi ozgina mashaqqati bo'lsa ham, qiynalsak ham olib borishga qaror qilib shu taraflarga olib kelgandik. Endi har qalay hozir vodiyda turganda hozir shu asal ham yo'q edi. Bu oilamiz ham ancha oqartirib qolgan. Mana oxirgi ramkasidagi asali 1-2 kilo oshiqroq asali bor. Mana keyingi ramkalarimizda ham rasplodlari chiqib kelyapti, o'rniga asalni bosishyapti. Mana oxirgi ramkamizda matkamiz ham shu joyda yurgan ekan. Bu 2025-yilda chiqqan matka, Karnika Imego. Yaxshi ishlayapti ekan. Bu keyingi oilamiz ham mana 2025-yilgi Karnika Zinger. Bu oilamiz ham ancha oqartirib ishlab qo'yibdi. Mana hurmatli asalarichilar, bu matkamiz 2025-yil emas, 26-yilgi shu yilgi Zinger matkamizdan ekan. Mana asallari to'nli, mana asalni bosgan ramkada 3 kilo atrofida asali bor. Shu yaqin bir haftadan ichida pechatlanadigan bo'lsa, asallar olishga tayyor bo'ladi. Mana hurmatli asalarichilar, oxirgi ramkamizga ham anchagina asal yig'ib qo'yishibdi. Mana gulchaylari ham bor ekan. Xudo xolasa asal kechga qilishga ham oz qoldi. Asalarichilar, shunaqa gaplar. Arlarimiz o'rtacha shunaqa holatda. Bundan kuchliroqlari ham bo'lishi mumkin, bundan kuchsizlari ham bo'lishi mumkin orada. Endi yana hali boshidagi gapim davom ettiradigan bo'lsam,
arilar vodiyda turib ko'p ancha yildan beri zaharga tushib, talafot katta bo'layotganligi uchun bu yoqlarga olib keldik. Agar bu yoqda turganda hozirgi kunda asal olish juda qiyin edi vodiyda. Bunaqa asal menimcha vodiyda yo'q. Shu paxta, dala sharoitida turgan arilarda yo'q-da. Agar bir toqqa olib borganlarda bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunda juda qiyin. Endi bu joyda ham o'ziga yarasha plus minuslari bor ekan, lekin bu joyda gulchang ozgina yetishmasligi mumkin ekan. Tuxum kamayib ketishi mumkin ekan arilarda. Endi bu yerlarda makka yo'q, yo bo'lmasam bir simichkalar yo'q-da endi gulchang beradigan. Mana isiriqlar yaxshi gulchang berardi, shira berardi. Bular mana qurib, bular uchun tamom bo'ldi. Endi yantoqlar gullayapti. Endi ulardan gulchang kelib tursa, xudo xolasa, arilar yana o'zini kuchini tiklab oladi deb haligi mo'ljal qilib turibmiz. Lekin yaxshi. Endi hamma joyda ham o'ziga yarasha plus minus bor-da. Ari baquvvat bo'lib turgani bilan paxtada bitta dorini sepib bersa, o'tgan yil shunaqa bo'lgan. Arilar rosa kuchli edi. Paxtaga shu iyun oyining 20-larida bitta zahar sepdi, ari ancha kuchini yo'qotdi. Orada yana arilarni bir-biriga qo'shib, yoqib yana arilarni ozgina kuchini yana tiklab sal o'ziga keltirib qo'yganimizda yana ikkinchisiga zahar sepgan o'tgan yili. Shu bilan asal sezonni o'tkazib yuborganmiz. Endi yildan yilga o'zi asli asal olish qiyin bo'lib ketyapti. Hozir mana shu biz turgan joyda ham o'tgan yili mana arilarning egalari, sheriklarim shu kunlarda birinchi asalni olib bo'lib, ikkinchisiga harakatni boshlashgan edi. Bu yil endi tabiat ozgina og'irroq keldi. Havo pastroq kelganning hisobiga ham shira kechroq keldi. Endi hamma joyda ham oson bo'lgani yo'q. Endi mayli, endi boriga shukr qilib harakat qilaveramiz. Hammalaringga omad. Endi paxtada turganlar ehtiyot bo'laverasizlar. Yana zahar sepish boshlandi. Tekda sheriklarimizni arilari zaharga tushib bo'pti. 2 kundan beri anchasi o'lib qolibdi. Endi shunaqada endi sog' salomat bo'lasizlar. Hammaga ham yaxshi asallarni olish nasib qilsin. Talafot kam bo'laversin. Ishlaringga omad. Charchamanglar.